Siyhilik. Siyhilik deganimiz hammamiz bilamiz. Pul tepishni nurg'un adam biladi. Biroq shu topgan pulni to'g'ri xarjlashni jiq adam bilmaydi. Aytgan bir nazarda so'zlab o'tdik, ham ya'ni qaytilsam otib bo'lmaydi deb o'ylayman. Biz inson ko'pincha vaqtda ba'zi narsalardan og'rinib, shundoq bir vayim qilib ketdingizlar. Bu ba'zi narsalar demo degan vaqtida biz ba'zi vaqtida Dolqin aka anglatamsiz? Azizlarni ko'ramidi qoldi endi. Endi bizni ko'rish shart emas. Anglasangiz sizni ko'ryapti hammasi. Tamam, bo'ldi. Bo'ldi. Avvalca yo'qolib ketdi. Hamdicho. Endi yaxshi. Dolqin aka, bugungi kunda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilgan faoliyatlarni va hozir qilayotgan faoliyatlarni va bundan keyin qanday faoliyatlarni qilmoqchi to'g'risida azroq bir tushuncha berib o'tkansiniz. Bo'ldi. Rahmat, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki umumiy qurilish maqsadlari haqida Farhat efendi loyihasida ma'lumot berdi. Herhalde Dunyo qurultiyininki ko'rkemli faoliyatlardan bizninki ijro komissiyasi raisi Erkin efendi Kahraman Kamla vaqtida Qozog'istondagi O'rta Osiyo yurtdoshlarimiz qarata turibdi. Shu qanday tafsilotlarga kirib vaqtlarni olmayman. Men xalqaradagi cho'ng faoliyatlarimiz haqida bir qancha nuqtalar haqida so'zlab ketay. Yani Dunyo Uyg'ur qurultiyininki asosiy qurilish maqsadlarimi Bayram davoyimizni Uyg'urlarning masalasini dunyoning siyosiy ta'sir qila oladigan davlatlarda va xalqaro markazlarda etkirish munosabati bilan bu g'arb yo'tkalgan bir markazi Germaniyaga va Amerikaga. Shu munosabat bilan bizning shu asosiy kun tartibimizning birlashgan davlatlar tashkiloti faoliyat etib Endi